Haqiqiy shohona hovli sotuvga chiqdi. Chilonzor tumani Do'mbirovot mahalladamiz. Proyekt xaridi juda ham zo'r chiqqan. 307 sotuv, 500 kvadrat, 6 ta xona, bitta katta hovli ham bor. Mana besetka zonamiz, tagiga stol, stul yoki tapchan qo'yib qo'yiladi. Bu yerda yozgi oshxonamiz joylashgan, orqasida gostiyoy hojatxona, kaletka eshik, bu yerda darvozaxonamiz bor. Devorlari juda baland qilingan ekan. Chiroyli zeleniy zonalari ham bor. Ko'cha tomonda ham bitta mashinaga, katta mashinaga joy bor. Zeleniy zonalarni qilib qo'yilgan. Uyimiz полностью remonti bitgan 100%. Podvollari ham yaxlit qilingan. Qaraydi, bir chetdan ko'rsataman. Kirganimizda shunday hol bo'ladi. Hol razmerini qaraydi, kattaligini. Juda chiroyli, akkuratni qilingan. Korolevskiy remont. Men shaxsan o'zim yoqqani uchun maqtayapman. Endi hammani didi har xil, конечно. Patologlari ham juda zo'r chiqqan. Xo'p, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Oshxonamiz joylashgan o'ng qo'lda birinchi. Oshxonamizning mebellari qisman qilib qo'yilgan. Ozgina texnikalari ham qo'yilgan. Xo'p, shundan to'g'risi bo'lsa, birinchi qavat uchun spalnya. Spalnyamiz telefonni polni olib bera olmayapti. Razmerlari yomon emas, yaxshi. Orqada havo aylanish uchun joylar ham tashkil etilgan. O'zining ichida alohida sanuzoli bor. Marhamat, dushovoy kabinada qilingan. Xo'p, holi chiroyli ekan haqiqatan ham. Endi zalga o'tamiz. Zal o'shanda holdan chap qo'lda bo'ladi. Zalimizdan razmerlari ham kattagina. Polni chiroyli qilib qo'yilgan. Oynalari hovliga qaragan. Podvolga tushib chiqadigan zinasi bor hovlidan. Uy ichidan ham также. Ikkitala lustra, atachenta, venetsianka aralash qilingan ekan. Xo'p. Endi birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Detskiy spalnya razmerida ekan, o'zi ham kattagina. Podolga tushib chiqadigan zinamiz, zinalar ham juda chiroyli qilingan ekan. Unaqa podsvetkali qilib o'zi yonadigan. Tepada 4 ta xona. Chiroyli bu yonib ketyapti. Chiqqandan kattagina tak hol bo'ladi. Tak, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Ota-onaga mo'ljallangan spalnya, o'zining ichida alohida sanuzol, garderoblari ham bor. Xo'p, kravat o'rni bu yoqda ekan, mana bu yoqqa qarab turadi, televizor o'rinlari. O'zining ichidagi sanuzoli, razmerlari yaxshi ekan bu yoniki ham, kattagina. Yonidagi garderob xonamiz. Garderob xona. Endi keyingi bu yoni ofis yoki malый zal qilib qo'ysa bo'ladi, kichkina mehmonxona. Chiroyli qilib qo'yilgan, balkonlari ham bor. Bu uyimizda ham teplый pol, ham radiatorlari qo'yilgan. Har bitta xonaga alohida rang tanlangan. Eshiklar ham sifatli eshiklar ekan, juda ham og'ir. Bu detskiy spalnyamiz. Patologlari ham har xil qilingan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, umumiy yuvinish xonasi ikkinchi qavat uchun. Xo'p, bu yoqda yana bitta detskiy spalnyamiz. Aboyli. Xo'p, oynalari ham bor. Tak. Endi podvolga tushamiz. Mana podvolga ham tushib oldi. Kattagina razmerda qilingan. Bu yoqda umuman bo'linmagan, kattagina joy qilib qo'yilgan. Полностью теплый pol, kafel. Xo'p, oynalari ham bor, havo aylanishiga. Hovlidan tushib chiqadigan zinaning eshigi, также bu yoqda ham fortishga tashakkur etilgan. Bu yoqda bitta katta xona tashakkur etilgan, холодный komnata qilib ishlatsa bo'ladi. Bunisi esa kotelniy. Kotelniyimiz katta, boiler, elektr eshiklari, xo'p, bu yoqda ikkita kotel. Hammasi gрамотный qilingan menimcha. Xo'p, Do'mbirovot mahalla, orientir 16-Ko'rbaniston ro'parasidagi yaxshi mahalla, tinch mahalla. Narxi $580 ming deb belgilanyapti. Kelishiladigan joyi bor. Yana telefon qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Like bilan qo'llab-quvvatlaydi.